Ögünüşdə cəpalıq ictihatni təşəbbüs qılmaylı. Birovning birər ishdan bezar turuqliq uni yana voyaga yetkazib qilalayman deyishi mumkin emas. Yaşayotgan muhitimizdagi tarbiya omillariga nazar solmay turibla, baladan subyektiv orzuyimiz bo'yicha jafoliq ijtihodni talab qilish, o'lgandan o'pka so'rabdi, eski tomdan qo'rqoq degandek bir ish. Shundoqla uchiga chiqqan g'oyparastlik. Bu mavzuda aksicha bolalarni qanday qilganda o'rganishga ijtihod qildirg'il bo'lganligi haqida to'xtalmoqchiman. Jafoliq ijtihod qilish degan bu kalima o'rganish sohasida izchil moda bo'lib kelyotidi. Nurg'un ota-ona bolalarga kichik chog'dan boshlabla mushani singdirdi. Mushtumdek bolalardan jafoliq ijtihodni talab qiladi. Nurg'un ota-ona bolasi maktab kirishdan burunla uning quliqiga maktabga kirgandan keyin uyunga berilmay tirishib o'rganjimi degan gapni qo'yg'iltirdi. Bola maktab kirgandan keyin uningga jafoliq ijtihod haqida ta'lim berdi. Bolaning konkret o'rganishigimi shu bo'yicha talab qo'ydi. Buningda maqsad bolada yaxshi o'rganish pozitsiyasini yetildirish. Bolalarni tirishchanlik, ijtihodchanlik bilan o'rganishga odatlantirish albatta zarur. Ammo bu xil tirishchanlikni bolalardan jafoqchida degan ibora va ideya bilan talab qilsak, bu qandoqdir ot ayxonga, yo'l sarxonga degandek bir ish bo'lib qoladi. Jafoliq yoki jafoqchida degan iboralar bilan tarbiyalanadigan o'rganish pozitsiyasidan o'zimizcha qandoqdir bir xil eginmas, sunmas ruhni bayqagandek bo'lamiz-yu, uning ichiga dumlangan, odamning ko'nglini g'ash qiladigan jafo mushaqqatning ta'miga sal qaraymiz. Durust. Çoğlar ma'lum bir məsələnin səbəb-nəticə münasibəti üstüdə o'ylanğanida nəticə üçün jarayonning azob-uqubatlariga bardosh beralaydi. Ammo buni bolalarga tadbiqlab, ulardan o'rganish jarayonidagi jafo-mushaqqatning ochiq-chuchkiga, chidash-badliga, o'rganish natijasining tatliq ta'minat etishini talab qilsak, mantiqiy jihatdan olganda qilsig'maydigan mantiqa. Holbuki, u gap bolaning mingasiga kirganda yomon ishning bishoratchisiga aylanib qoladi. Jumladan, buningda o'rganish ishi odamni bearam qiladigan jafo tuyg'usi bilan bog'lab etilgachga, natijada bolalar o'rganishni tilga olgan hamon uningdan sal-pal churkingandek bo'ladi. Shundoq. Shaytonni to'piyamsiz desa yig'i bormi degandek dunyoda jafo mushaqqatni xohlaydigan kim bor deysiz. Birov ma'lum bir nishonga yetish uchun jafo mushaqqatni yengishga bel bog'lamoqchi bo'lsa, oldi bilan yetarlik aql-idrok va qaysar iroda turg'izgan bo'lishi shart. Bundaq idrak va irodani turg'iza oladiganlar cho'nglar orasidami sanoqli tursa, uni opirib bolalarga o'lcham qilish texmi aqlga sig'maydi-da. Odamning tug'ma tabiati jafoni shallab, halovatni tanlash. Bolalar texmi shundoq. Shunga ular tatliqqa muroq ochiq qo'yish keldi. Biz bolalarni o'rganishga qiziqtirishga intilib turuqliq, qandoqdir o'rganish jarayonini nerviyasi ber chiqadigan qo'noq momisiga o'rganish natijasini tatliq pechiniga o'xshatib qo'yyapmiz. Bunun bilan bolalar aşı tatliq pechenning ko'yda har kuni qo'noq momisini g'ajlashga majbur bo'lyapti. Shuni bilish zarurki, ko'z bilan ko'gili, qo'l bilan tutqul bo'ladigan jarayon bolalarga har kuni konkret hamroh bo'lib turadi. Holbuki ash jarayon orqali yetmoqchi bo'lgan nishon baxmi yiroqda. Bor bilan yo'qning orasida turadi. Aşı qo'noq momisidan rayongan bolalarni jafoga chidamading deb ayblab, ularni jafoning ochiqini tasavvurdagi natijaning tatliqi bilan besishga da'vat qilamiz. Bolalar cho'nglarning ta'lim tarbiyasiga o'qti qo'pishga ojizlik qildiganlik uchun faqat buningdagi nomuvofiqlik va o'zining uningga ojiz ekanligini his qilib, jafoning ochiqligiga yuragining qat-qatidan bo'sh bo'lib ketadi. Birovning biror ishdan bezor turuqliq uni yana voyaga yetkazib qilalayman deyishi mumkin emas. Ikkinchi dunyo urushi mezgilida nastislar Shvetsiyalik dangliq soatsazni bir turkum oliy sifatli qo'l soat yasab berishga majburlabdi. Ammo u soatsoz har qancha kuch chiqarsa-mu, soatlarning sifati urushdan burunqiga faqat yetmabdi. Buning sababini soatsoz o'zim bilmaydi ekan. Keyin psixologlar buni uning nastislarga soat yasagan chog'dagi ro'y holati ilgirkiga o'xshamagan. Bu dal kayfiyatning rolidir deb tahlil qilganmish. Amerikalik pedagog Devi mundaq qaraydi. Tarbiyada maqsad bilan vosita qanchaki ayirib etilsa, u haqdagi harakatning ahamiyati shuncha ojizlab, oxiri jafoliq emgakka aylandi. Shunga bolalar fursat topsalar uningdan qochadi. Buningdan ota-onalar bolalarni ijtihod bilan o'rganishga da'vat qilgan sari nima uchun bolalarning o'rganishdan shuncha yenib ketadiganligini tushunib olishga bo'ladi.
Cho'nglar ballarni hadislab, japoq chidamas deb ayıplaydi. Onun ulapla, "Voy aqlsiz" degandek til ahonatlarni yoqtirdi. Ballar xuddi ijtihod bilan o'rganishning foydasini tushunmayotgandek, o'rganishda jafoliq tirishimiz bo'lmaydi degan gapni ularning qulog'iga ko'rming qatimlab qo'yamiz. Meningcha bu ballarni bekmi nodon ko'rganlik. Ular jafoliq o'rgansa, obdan natijaga erishgil bo'ldiganligini bilmaydi emas. Biladi. Faqat shu vujudga chiqara olmayotgan yeri bor. Chunki o'rganish ballarning ko'nglini xo'sh qila olmagan chog'larda ular o'rganish tashabbuskorligini qo'zg'ashga amalsiz qoldi-da, buning bilan o'zlari bilib bilmay bo'shang, beg'am va chechalang'i bo'lib qoldi. Nurg'unlarimiz buni yaramsiz ballarning tabiiy xususiyati deb qaraymiz. Amaliyotda bu ballardagi intilishchanlikni bo'g'ib qo'yganligimizning mas'uli. Japoq chidamas ballar xuddi o'rganish degan bir ishning borligini unutib qoldigandek, hadislar vaqtini televizor ko'rish, to'p o'ynash, telefon bilan o'tkazdi. Hatto qildiganga boshqa ish yo'qdek hangliqib o'tirib ketadi. Ota-onasining gaplariga yuzi chim qilib qo'ymaydi. Ammo bunday ahvolni butunlay baldan ko'rib, hamma mas'uliyatni balaga ortib qo'ysaqmi bo'lmaydi. Chunki har qanday bola yaxshi o'rganib, ota-onamni rozi qilsam, cho'nglar meni maqsaskan deb o'ylaydi. Alg'a intilish odamning yana bir tug'um xarakteridir. Shunga bir qism bolalardagi yalqovlikni ularning tug'um xarakteridan ko'rsak bo'lmaydi. Chunki keyingi intilish jarayoni boladagi azaliy intilishchanlikni xo'rtib o'tgan. Davey munda qaraydi. Bolalarning engida o'yin bilan o'rganish to'qnashmaydigan bo'lg'achqa, ular normal ahvolda bu ikkisini obdan maslashtirib ketalaydi. Navoda biror bola o'yinga berilib ketib, o'rganishni tashlab qo'ygan bo'lsa, ya'ni bu ikkisini to'qnashtirib qo'ygan bo'lsa, bu dal tarbiya muhitidagi biror illatdan kelgan salbiyatdir. Bundaq bolaning qilayotgan ishi qiyinlashgan yoki biror ishni boshqalarning besimi bilan qilish to'g'ri kelgan chog'da uning ko'ngliga o'yin vasvasasi tushadi. Shunga cho'nglarning biror bishoratlari bolalarning ingidagi o'rganish bir turlik mushaqqatga aylanib qolganligi yoki xilma-xil nabob usullar bilan bolalarning o'rganish qilganligini sovutib o'tganligi uchun bolalar o'rganishdan qochadigan, o'yinga beshchilab kirib ketsa, hamini unutadigan aqlsizlardan bo'lib qoldi. Shunga ota-onalar bilan muallimlar bolalarning aloyidligini tahlil qilib, psixikasini tushunib, ularning o'rganish qizg'inligini o'rganish ishtiyoq nuqtasidan qo'zg'atishga alohida ahamiyat berish lozim. Bolalar ham ojiz, ham yuraksiz keldi. Shunga ularga jafo mushaqqatni yengadigan qahramondek talablarni qo'ymayli. Ularni jafoliq ijtihod zo'rlab qiynamayli. Bolalarning arzusini bir yoqqa qayirib qo'yib, ulardan jafoq chidab olg'a besishni talab qilish go'yo amdil tuxumdan chiqqan qush chujisini ko'k parvozga deb osmonga otganga o'xshaydi. Yashayotgan muhitimizdagi tarbiya omillariga nazar solmay turibla, boladan subyektiv orzuyimiz bo'yicha jafoliq ijtihodni talab qilish o'lgandan o'pka so'rabdi, eski tomdan qo'rqoq degandek bir ish. Shundaqla uchiga chiqqan g'oyparastlik. Jafoliq ijtihod pishqan odamlarning o'rganish stili. U idrak va ishtiyoq asosida ondan shakllanadi. Ba'zi o'rta maktab bolalari hatto oliy maktab imtihonini yaqinlab qolguncha o'rganishga kirishamaydi. Bu hol uningdagi o'rganish stilining dastlabki bosqichda turib qolganligini tushundiradi. Bu xil turg'unlik uning o'rganish ishtiyoqiga boshdan oyoq qarshilik qilganligi uchun ideyasida o'rganishga bo'lgan aqalliylik yetilmagan. Bu butunlay ota-onasining tarbiya pozitsiyasi va usuliga munosabatli. Ishtiyoq, usul va ijtihod bir-biri bilan sabab-natija munosabatida bo'ladi. Ya'ni oldinqisi bo'lmasa, keyingisining vujudga chiqishi tasga tushadi. Bularning ichida ishtiyoq birlamchi o'rin turganligi uchun ishtiyoq urg'utilsa, usul borliqqa keladi. Ishtiyoq bilan usulning mavjudligi oxiri ijtihodni ro'yobga chiqaradi. O'rganishga bo'lgan aqalliylik tadrijiy yetildi. Bu xil aqalliylik o'rganishning har qaysi bosqichlaridagi ziddiyatlarni obdan hal qila olganda, ondan yaxshi o'rganish stili bara-bara shakllanadi. Durust. Ota-onalarning qo'lidan keldiganimi cheklik. Şunu balalarga "Vay, o'rganish ko'ngilli ishkan" degizalmasakmi, ko'z ishoramiz va harakatimiz bilan ularga o'rganishning jafoliq ishlardan emas ekanligini bildira olsakla, shuning o'zi kifoya edi. Balalarga o'rganishga to'p yoki elektronlik o'yinchiga qiziqqanda qiziqtira olishimiz notayin. Ammo eng bo'lmaganda o'rganishni balalarning turmushdagi g'izo va uyquga o'xshash normal va zarur ishga aylantira olsak, shuning o'zi yetarli edi. Buning uchun balani zodi qanday boshqarish haqida cho'nqur o'ylanib,
bola bilan muңdashqan chog'dagi gaplarimizning vazniga alohida diqqat qilib, shu gaplarimizning bolada zodi qandoq inkas paydo qiladiganligini to'liq nazarga olishimiz lozim. Balada ijtihod bilan o'rganish ro'yini yetildirishda hadisla o'rganishning jafosini ta'kidlamay, aksicha bolaning o'ngidagi o'rganish mushaqqat deydigan tuyg'uni tugatayli. Hadislar o'rganishning jafosidan bishorat berib, bolani dakitugiga solmay, aksicha bolani o'rganish qayg'usidan xoli qilayli. Qizim to'liq o'rta maktabga chiqqandan keyin o'rganishda xilala hordiq yetdi. Shunga ba'zida o'rganishda behli charchab ketganligidan zorlab, bo'shib qolayotganligini ifodalab qo'yadi. O'rganish rostilla og'ir kelayotgan bundoq chog'da ota-onalar bolaga o'rganishda jafo chekishni bilishing kerak degandek o'g'it ta'limlar bilan uning echishgan yurga tuz sepmay, imkoniyatning boricha uning o'ngidagi azob tuyg'usini pasaytib, o'rganish uncha mushaqqatli emas degandan bishorat berish kerak. Men bunda mundaq ish xil usulni qo'llanib baxtim. Birinchi, qizimga oliy maktab imtihonidagi Aliyul Alalning tajribalari haqida materiallarni o'qib beretdim. Buningdan maqsad qizimga obdan natijaga erishgan bolalarning hammasi ijtihodchan o'quvchilar ekanligini bildirish edi. Bu ishim qarmoqqa o'rganishning jafosini ta'kidlagandek ko'rinsimi, amaliyotda qizimning o'ngidagi o'rganishning jafosini ozdir ko'pdir yengillatish rolini o'ynadi. Jumladan qizim Aliyul Alalari shundoq ijtihod qilgan yerda menmi ijtihod qilmasam bo'lmag'idek degan o'yga keldi. Ammo bu jarayonda men qizimga o'rganishda jafo chekmasimi bo'lmaydiganligi to'g'riliq bir eg'izmi gap qilib boqmadim. Ikkinchi, qizim ikkimiz ilm-fan haqidagi hikoyalar nomli kitobni o'qiydik. Bola to'liq o'rta maktabga chiqqandan keyin o'rganishda bekla aldirash bo'lib ketdi. Ammo men qizimga bu kitobni vaqt chiqarib o'qib beqishni tavsiya qilib turdim. Bu nihoyat yaxshi yozilgan kitob bo'lib, uningda matematika, ximiya, fizika va meditsina qatorliq fanlarning taraqqiyot yo'li bayon qilinib, bu jarayondagi jafoliq musafa jonliq hikoyalar orqali tasvirlangan edi. Qizim bu kitobdan insoniyat erishgan bu ilm-fan bilimlarining oson qo'lga kelmaganligini, faqat oksigenni bayqash uchunla shuncha uzun yo'l va shuncha agri to'qay musofalarni besib yetishga to'g'ri kelganligini bilib oldi. Shundaqla o'zining osha bahodir natijalarini qo'ldagi tayyor darslikdan bemalol o'rganib, uningdan boshqalar bilan o'rtaq baholanishga muvaffaqiyat bo'layotgan peshonasi ochiq bola ekanligini, shunga o'rganishning jafosidan zorlansa bo'lmaydiganligini tushunib yetdi. Bunda qilishimdan maqsad bolani masalaga ustunroq nazar bilan qarab, o'rganishning jafosini rozimanlik bilan yengishga odatlantirish. To'liq o'rta maktabga chiqqan bolalarning asosan aqliy to'shqon bo'ldi. Şuna ulardaki biliş iqtidori irodani urg'utadi. Iroda bo'lsa, azob tuyg'usini pasaytadi. Qizim to'liq o'rta maktabning 2-3 yilida kuniga 10 necha soat o'qiydi. Intayin talabchan edi. Vaqtni hargizmi bekor o'tkazmaydi. U to'liq o'rta maktabning 3-yilining 1-mavsumiga kelganda kuniga uxlaydigan vaqtni 6 soatga qisqartdi. Shunga o'g'dab qolmaslik uchun hamisha qahva ichadi. Oliy maktab imtihonini tugatgandan keyin qizimdan so'rab boqdim. Behcha baliqtirishdingiz bolam-a? Yo'qay, dedi u tabiiyla. Mushundoq bir fursatda butun kuchi bilan tirishib, jiq narsalarni o'rganib olsa, shuning o'zimi ahamiyatli bo'ldi ekan. Menga jaboliq bilinmadi. O'rgangandan keyin tirishib o'rgansa bo'ldi, oppa. Oliy maktab imtihoni tugagandan keyin nurg'un bolalar go'yo turmadan qo'yib berilganda xushal bo'lib ketar ekan. Ba'zilar hatto kitob daftarlarini yirtib tashlab o'tar ekan. Ammo qizim o'zida nimishqidir ash bolalarnikidek tuyg'uning bo'lib boqmaganligidan hayron qoldi. Bu ehtimol qizimning oliy maktab imtihonidan burun izchil besim va azobdan xoli, nihoyat yengil o'rganib ma'g'anligidan bo'lsa kerak. Meningcha ota-onalarning qo'liga bolalar jafoliq tirishsin degan gap bahmi yo'q edi. Ammo bolalar o'rganishda jafo chekib qolmasin desangiz, ular uni qabul ko'rmaydi, hatto o'qitib qopadi. Bu mu ehtimal jafoliq o'rganish ideyasining kishilar ko'ngliga cho'nqur o'rnab ketganligidan bo'lsa kerak. Uning ustiga bolalar jafo chekmasin degan bu gap bakli g'alat tuyuladigan bo'lg'achqa, kishilar uning chin ma'nosini cho'nqur tushunib yetishdan ilgari uni albatta qabul qilmaydi. Yana biri jafoliq o'rganish bolalarni o'zgartirish maqsadida o'tirg'a chiqqan ideya bo'lganligi uchun uni ota-onalar xohlaydi. Bolalarni jafo chekmay turib, ijtihod bilan o'rganishga odatlantirish ideyasi oldi bilan ota-onalarning uningga moslashib o'zgarishini talab qildi. Ammo har qanday odam boshqalarni deb o'zgarishni xohlamaydiganligi uchun buni odatda qabul ko'rmaydi.
Biri o'rta maktab muallimi mundaq bir ishni deb bergan edi. U ishlaydigan maktabda bir bola oliy maktab imtihonida nihoyat yaxshi numra olibdi. Bunun bilan maktab bu bolaning ota-onasini bola tarbiyalash tajribasi haqida so'zlab berishga taklif qildi. Bolaning opasi so'zligidek tajribam yo'q, bolani ijtihod bilan o'rganishga majburladim shu debdi. U ayol aslida batta bola hojatga chiqqan vaqtni bekor o'tkazmagay deb hojatxonaga ingliz kitoblarni qo'yib qo'yarmish. Bu ayolning usuli boshqa ota-onalarga yiqib qolg'achqa, ular bolalarni o'rganishga zo'rlash uchun hojatxonalarga kitoblarni tizib qo'yibdi. Nurg'un ota-ona bola tarbiyasida inchka va o'zgacha yo'l tutadi. Jumladan bolaning o'rganishiga turmushdagi uşaq halqalarda madadkor bo'ladi. Ammo bu jihatdagi tajribani so'zlab boqqan desa, ashu nozik halqalar va ishning mohiyati tarafini bayqay olmay, qandaqdir yuzak naslanlar deb beradi. Menimcha, u ayolning bolasini o'rganishga majburlaganligi rost. Ammo deb berilganlari mohiyatlik halqalar emas, balki yuzaki holatlar xolos. Shu nuqta aniqki, u ayol bola tarbiyasida o'z deb bergan vositadan ustun turadigan nihoyat idrokiy bir xil usulni qo'llanib kelganligi aniq. Navoda shundoq bo'lmasa, uning o'g'li ashundoq tirishchilikni 10 yildan beri izchil saqlayolmagan. Oliy maktab imtihonida unchalar obdan natija ololmagan bo'ladi. Menimcha, u ayol ashu aqlan usulni ko'pchilikdan yushirg'ini yo'q. Muhimi joyida xuloslab berolmagan gap. Kishilarning bolalarga hadislar jafoliq o'rgan deb turishda boshqa bir sababim bor. Ya'ni reallikda mushaqqat bilan muvaffaqiyat orasidagi sabab-natija munosabatini isbotlaydigan ishlar bekmi ko'p. Qadimdan tortib hozirgacha, Jungodan tortib chet ellargacha ulug' olim va san'atkorlarning o'rganish va xizmat uchun o'zini unutgan holda fidokorlik ko'rsatganligi to'g'risida hikoyalarni anglab turamiz. Bu hikoyalar jafoga chidab tirishchilik ko'rsatishning andisi sifatida keyingilarni ilhomlantirdi. Shundaqla kishilarni jafoni kim to'la cheksa, go'harni shuvalar tashdin degan haqiqatga shaksiz ishondirdi. Amaliyotda o'rganish va xizmatga o'zini otayotgan kishilar uningga kuchlik ishtiyoq bog'lagan yoki mas'uliyatchanlik bilan qaragan bo'ldi. Bu xil ishtiyoq va mas'uliyatchanlik shu qadar kuchli bo'ladiki, gezib kelganda hatto jismoniy ehtiyojdanmi besib tushadi. Boshqalar odatda undaq kishilarning yuzaki jafosini ko'radi. Ammo o'zlari ishtiyoq bog'lagan 60 amallardan shodlik tepayotganligini his qilolmay, qandaqdir jafo mushaqqat bilan muvaffaqiyat qozongan deb qaraydi. Amaliyotda undaq kishilar jafokash emas, balki mastona. Ularning ashu mastonlikdan topadigan shodligini hech kim his qilolmaydi. Masalan, ba'zi bolalar kompyuter o'yinini o'ynashga shunchalik amroqki, ekranga qarab bir o'tirib olsa, hatto qursqini unutadi. Bundaq bolalarni jafokash desak bo'lamdi? Yo'q, ular jafokash emas. Kompyuter o'yiniga o'zini otayotgan mastonalar. Jafoga chidash bilan mastonlik o'xshashli kuch-quvvat va fikr-rag'bat talab qiladi. Ammo ularning 60 sohibiga beradigan tuyg'usi butunlay o'xshamaydi. Durust. Turmushda jafo chekish bilan mastonlikning farqini ayirib yurishimizning hojati yo'q. Ammo tarbiyadagi farqli tuyg'uning bolaga butunlay o'xshamaydigan ta'sir beradiganligini cho'qim bilmasak bo'lmaydi. Qisqasi, bolani biror ishning o'tisidan chiqsa ekan desak, oldi bilan shuningga malika bo'lsin. Eng bo'lmaganda uningdan xushi ketmasin. Ashu ishqa bolaning kayfiyatini uchiradigan omillarni qo'shib qo'ymayli. O'rganishda jafoliq ijtihodni tashabbus qilmayli deyishimizdagi sababmi dal mushu.